Barchaga salom traderlar. Demak, navbatdagi darsligimizni boshlab olsak ham bo'ladi. Bugungi darsligimizda darajalardan to'g'ri foydalanish, to'g'ri aniqlab olishni ko'rib chiqamiz. Barchaga ma'lumki, narx, ya'ni bozor ma'lum bir darajadan ikkinchi bir darajaga nisbatan harakatlanadi. Ya'ni bu degani, ushbu joyda ko'rib turgan narximiz zonasi yoki mana shu hudud narx pastga harakatlandi, nimadir qaysidir sabablarga asosan va aylanib o'rgilib qachondir narx aynan mana shu darajaga qarab harakatlanadi va qachondir aynan mana bu pastdagi darajaga nisbatan narx harakatlanadi. Shuning uchun ham ushbu bizdagi darajalar bilishimiz kerak bo'lgan muhim jihatdan biri. Ya'ni qachonki narxni qaysi tomonga harakatlanishini bila olsak, shundagina biz savdoni to'g'ri amalga oshira olamiz. Shuning uchun daraja muhim. Darsliklarda berayotganda barchasi sodda narsalarni berishga harakat qilyapman, o'rgatishga, ya'ni ushbu sodda narsalardan mukammallikka sekin-sekin borsa bo'ladi. Tradingning asosi aynan darajalar, bozor strukturasi shunga o'xshagan narsalardan shakllanadi. Demak, narx ma'lum bir darajadan ikkinchi bir darajaga qarab harakatlanadi doimiy ravishda. Demak, darajalarni belgilashda juda ham ko'p va keng tarqalgan usuli bu eng ko'p kasanalar bor joyni olish hisoblanadi. Mana bu holatda aytaylik, narxni yaqinlashtirib olamiz. Eng ko'p kasanalar joyi, ya'ni ma'lum bir darajaga ko'p narxning yetib borib aynan o'sha joydan atkat bergan zonani oladi. Bu esa asosiy treyderlarni xatoligi mana shunda. Ko'p xatoga yo'l qo'yadi shu joyda. Eng ko'p xatoga olib keltiruvchi sabablardan biri. Kasanasi ko'p deb aynan mana shu joylarni oladi. Aytaylik mana bu holatda va mana bu pastdagi zonalar. Va aynan tasavvur qiling, mana bu joyda narx turibdi, ushbu svechada. Aynan mana shu zonada narx harakatlanyapti. Pastda va yuqorida narxning qaytishi kuzatilyapti. Va aynan mana shu joydan yuqoriga o'sishga, savdoga kirishga harakat qiladi. Vaholanki narx mana shu joyda biroz turadi va pastga qarab tushadi. Yoki aynan mana shu joydan buzib o'tgandan so'ng narxda savdoga kiradi, birozgina foydaga kiradi va yuqoriga qarab o'sadi. Yoki mana bu joyda narx pastga buzib o'tdi, retestidan savdoga kirishga harakat qiladi va aynan biroz pastga tushdi va narxni yuqoriga o'sishini kuzatishimiz mumkin. Aynan shularga xatoga yo'l qo'ymaslik uchun bugungi darsligimizni ko'rib chiqishga aytib o'tganimdek qaror qildim. Va bundan tashqari mana bu joyda ham ko'rishimiz mumkin. Narx yuqoriga keldi. Ushbu darajalar kuchli deb o'ylaydi asosiy treyderlar va narx yuqoriga buzib o'tdi, shunchaki yuqoriga ketdi. Yoki mana bu joyda pastga narx buzib o'tdi, yana qayta mana shu zonani ichiga, flat zonasini ichiga kirib oldi, narx pastga yana tushadi deb o'ylash mumkin, vaholanki narx yuqoriga o'sdi. Aynan shu narsaga xatolikka juda ko'p joyda darajalarni belgilash va xatoga yo'l qo'yishlarini kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari yana bir misol ko'rishimiz mumkin. Aynan mana bu joyda yuqori darajasi va pastki darajasi biroz ko'tarishimiz ham mumkin. Sababi aynan shu holatda narxni belgilab oladi. Yuqoridagi darajaga yetarlicha kasanalari mavjud, pastda ham xuddi shunday. Narxni pastga yetib kelishi va pastdagi darajani mana bu joydan buzildi deb savdoga kiriladi, narxni pastga o'sishga va yuqoriga o'sishni boshlaydi. Aynan yuqoriga yetib kelganda mana bu joydan selgi ishlashni boshlaydi va yuqoriga o'sishni boshlaydi. Mana shu darajada aylanib o'rgilib narx yana yetib kelganda, ushbu mana bu ko'rib turgan zonangizda juda ham ko'p treyderlar aynan stop lossini olganligini aniqlash mumkin. Nega? Narxni aynan mana shu joyda juda ko'p marta harakatlangan. Yetarlicha o'ziga keraklicha ushbu joyda narx harakatini amalga oshirib oldi. Yetarlicha stop losslar oldi va undan keyin narx o'z yo'nalishida harakatlanib ketdi. Bunga o'xshash misollarni juda ko'pini ko'rib chiqishimiz mumkin, lekin shart emas. Asosiy xatoga yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan holatlarni ko'rsatib berishga harakat qildim. Ana endi darajani o'zi aslida qanday belgilash kerak va undan qanday foydalanish kerak? Darajani belgilashda iloji boricha yuqori time framedan kichikroq time framega tushib borilsa to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni qanday? Yuqori time frameda darajalarni belgilab olamiz. Kichkina time framelarda esa aynan o'sha belgilab olingan darajada savdoga kirish uchun ishlatilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, qanday belgilanadi daraja degan savolga birinchi o'rinda javob olib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir narxning harakat boshlanish nuqtasi, ya'ni mana bu tushishning harakatlanish boshlanish qismi va yakuniy qismi kerak bo'ladi. Bu degani ma'lum bir trendning boshlanishi va tugashi. Mana bu trendni boshlanishi, ya'ni yuqoriga o'sishi va mana bu joydagi tugash. Aynan xuddi shu narsa
narsani trendni boshlanishi mana bu joyda tugash va mana bu trend boshlanishi, bu trend qayerda tugaydi noma'lum. Balki narx yuqorigacha mana bu zonagacha o'sib borishi mumkin yoki bu ham ma'lum bir muddat atqat berib yana bir daraja hosil qilishi mumkin. Ya'ni daraja qachonki narxning qayda bo'lishi muhim emas. Bizga muhimi trendning yo'nalishi o'zgargan nuqtalari kerak. Ana shunda bizda darajamiz aniqroq va soddaroq bo'lib ko'rinadi. Darajalar juda ham ko'p bo'lgandan ko'ra muhim darajalar bizga bo'lgani yaxshiroq. Darajalarni belgilagandan so'ng ham aktiv va aktivligini yo'qotgan daraja bo'lishi mumkin. Ya'ni qachondir aktivligini yo'qotgan bo'lsa ham aynan o'sha narxda narxning to'xtalishini yoki reaksiyasini kuzatishimiz mumkin, lekin asosiysi bizga keraklilaridan foydalangan holda darajalarni ishlatishimiz kerak. Ya'ni qanday? Aytaylik, mana bu yuqoridagi darajamiz. Mana bu tushishga nisbatan narx ko'tarildi va mana bu joydan narxning pastga qarab harakatlanganini ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu joyda o'ziga yarasha kuchli darajamiz bor. Narx bu yerdan bekorga pastga harakatlanmadi. Nimadir sabab bo'ldiki, pastga harakatlandi. Sababi bizga muhim emas hozir. Va narx pastga harakatlanib, mana bu joydan yuqoriga harakatlanishni boshladi. Sababi aytib o'tganimdek, bizga muhim emas va narxning ko'tarilgan nuqtasi. Yuqoridan aynan xuddi shu narsa, ya'ni mana bu o'sishning mana bu joygacha harakatlangani va aynan shu narxdan pastga narxning harakatlanishini kuzatishimiz mumkin. Pastdan aynan xuddi shu narsani mana bu joydan olamiz. Ya'ni ushbu tushishga nisbatan. Demak, asosiy muhim darajalarni belgilab oldik. Mana bu 1, 2, 3, 4 ta. Ana endi boya ko'rsatib o'tganimdek, mana bu joyda belgilab olib, ushbu joylarda savdoga kirishga uringandan ko'ra bizga mana bu darajalar muhim hisoblanadi. Daraja qachon o'zini aktivligini yo'qotadi. Ya'ni mana bu joydagi o'sishda ushbu darajamizni narx hech qanday mensimasdan shunchaki yuqoriga harakatlanib ketdi. Demak, bu bizga juda ham muhim emas, sababi o'z aktivligini yo'qotdi. Ushbu darajani olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nega? Narx yuqoriga o'sdi, atqat berdi, ya'ni yetarlicha tushish bor bu yerda. Va aynan mana shu hududdan narx yuqoriga o'syapti. Nimadir sabab bo'ldiki, mana shu joygacha narx tushdi va narx o'sishni boshladi. Narxning keyingi harakati bizga muhim emas, ya'ni aynan o'sha darajaga yetib kelganda narxning o'zini tutishi muhim bo'ladi. Ya'ni bizga savdoga kirib olishimiz uchun yordamchi sifatida ishlaydi. Buni men katta time frame'da ko'rsatyapman. Kunlik time frame'da 4 soatlik time frame'da ham xuddi shunday qilib darajani belgilab olinadi va savdoga kirishga harakat qilinadi. Savdoga kirishni alohida ko'rib chiqamiz. Ya'ni aytib o'tganimdek, mana bu joydagi o'zi muhimligini yo'qotdi. Narx harakatlanib yuqoriga yetib borsa, ushbu yuqoridagi darajamizdan savdoga kirishga urinamiz yoki narx pastga harakatlansa, ushbu hududdan savdoga kirishga urinish mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari, ushbu belgilab olgan darajalarimiz mana bu yoki bunisi farqi yo'q, qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar, narx qachonki harakatlanib kelib ushbu darajada o'z reaksiyasini ko'rsatadi yoki ko'rsatmaydi, ana undan so'ng ushbu darajamiz o'z aktivligini yo'qotishi mumkin. Narx harakatlanib yana pastga tushdi deylik mana bu holatda yoki aynan mana shu darajadan yuqoriga harakatlandi. Demak, ushbu darajamiz mana bu joyda aytaylik reaksiya berdi, yuqoriga harakatlandi. Ushbu darajamiz ishlab berdi biz uchun yoki ishlamadi. Buni ahamiyati yo'q. Darajani to'g'ri belgilab oldik va ushbu darajani vaqti kelganda, narx yetib kelganda reaksiyasini ko'rishimiz kerak. 4 soatlik yoki kunlikda ham xuddi shunday belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. 4 soatlikda ham xuddi shu narsa. Demak, narxning mana bu joydan o'sishni boshlangan nuqtasi deb olishimiz mumkin. Yuqoriga o'sdi va yuqoridan pastga harakatlandi. Mana bu joydan pastdan mana bu joydan yuqoriga harakatlanishni boshladi va ushbu darajamiz o'z aktivligini yo'qotadi qachonki ushbu narxda buzib atqat berishi yoki yuqoriga harakatlanib ketishi nevajna va ushbu darajamiz o'z aktivligini mana bu joyda o'zgartirishi mumkin. Va mana bu joydan pastga harakatlanishi narxning ushbu joydan va ushbu joydagi darajamiz o'z aktivligini yo'qotdi va yuqoriga olishimiz mumkin. Keyingi harakati esa mana bu darajamiz hali ham aktiv. Chunki narximiz hali bu joyga yetib kelgani yo'q yoki narx qachonki yetib kelgandan so'ng o'z aktivligini yo'qotadi yoki yanada kuchaytiradi. Va ushbu tushish mana bu joyda ko'rib turibmiz. Yana bir daraja hosil qilgan, yuqoridan yana bir daraja va narxni harakatlanib kelib ushbu joydagi darajamizning aktivligini yo'qolganini ko'rib turibmiz va pastdagi mana bu darajamiz ham xuddi shunday, ya'ni mana bu holatga o'tishi mumkin. Narx qachonki yetib
keladi, o'z reaksiyasini ko'rsatadi, ana undan keyin qo'shimcha daraja yoki navbatdagi daraja hosil bo'ladi. Bu albatta soddaroq va osonroq usuli va narxning qachonki ushbu yuqoriga yoki pastga kelib reaksiyasini ko'rsatgandan so'ng ushbu darajamiz muhimligi yoki muhim emasligini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir biz ko'rgan narsa faqatgina darajani aniqlab olish edi. Ana endi darajani to'g'ri belgilashda qo'shimcha tarzda aytaylik, mana bu joydagi belgilab olgan darajamizga yoki pastdagi farqi yo'q. Ushbu holatda olishimiz mumkin darajamizni. Ya'ni ushbu darajada mana bu joyga yetib kelganda narx o'z reaksiyasini ko'rsatishi mumkin. Eng yuqori qismigacha yoki pastki qismigacha narx harakatlanib keladi va reaksiyasini ko'rsatadi. Aynan nega shunday belgilab olyapman? Mana bu joydagi soya va tanalar bizga muhim. Mana bu joyda ham xuddi shunday ushbu holatda belgilab olishimiz mumkin. Narx qachonki ushbu joyga yetib kelganda, mana bu joyga aynan mana shu yuqori qismigacha emas, mana shu joyning o'zidan ham o'zini reaksiyasini ko'rsatishi mumkin. Ana undan so'ng narx nima bo'ladi? Yuqoriga harakatlanadi yo pastga harakatlanadi, bu ikkinchi darajali. Ya'ni mana shu hududni belgilab olishimiz to'g'riroq bo'ladi. Narxning o'zini reaksiyasini ko'rishimiz uchun. Pastdagi holatda ham aynan shunday. Tanasidan va soyasigacha olishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu holatda. Qayerda daraja belgilasak, soyasi o'ta uzun bo'lmagan holatdagi narximizni belgilab olishimiz mumkin. Mana bu holatdagi emas, ya'ni aytaylik narx harakatlandi, ushbu holatda mana bu joyda darajamiz mavjud deb olishimiz mumkin emas. Bu noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni kichikroq soya bo'lsa, shunda soyasi bilan qo'shimcha tarzda olishimiz mumkin. Mana bu joyda ham xuddi shunday, tanasidan soyaning pastki qismigacha. Va bizda darajamiz aniqroq bo'ladi. Narxning ushbu hudud ichidan reaksiyasini ko'rishimiz mumkin. Darajalardan savdoga kirish esa har kimning o'zini o'rgangan strategiyasi asosida savdoga kirish mumkin bo'ladi. Hozirgi holatda esa darajani to'g'ri belgilab olishni ko'rib chiqdik xolos. Ya'ni ushbu hududlarga kelganda aytaylik narx pastga yoki yuqoriga harakatlandi. Yuqoridagi harakat yetib kelganda aynan bu joydan switchnoy modellar yordamida yoki ma'lum bir patternlar asosida yoki o'tgan galgi o'rgangan bozor strukturasini o'zgarishi bo'yicha, ya'ni mana bu narxning yuqoriga pastga va eng so'nggi minimumda buzilishidan narxning pastga o'zgarishi mumkinligini aniqlashimiz mumkin edi. Aynan shu holatda savdoga kirishimiz mumkin. Bu albatta alohida darajalardan savdoga kirish usulini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Darajada esa ikki xil holatda savdoga kirish mumkin. Darajani buzilishi uchun yoki aynan o'sha joydan pastga harakatlanishi uchun yoki yuqoriga. Farqi yo'q buni. Ya'ni darajada savdoga kirishni keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Muhimi bugungi darslikda darajani qanday to'g'ri belgilab olish va uni aniqlashni bilib oldik.